Birinchi marta qazi tayyorlab ko'rdim. Ko'ringlarchi o'xshabdi. Oldindan to'g'ralgan ot go'shtimizga tuz, zira va o'g'lim uzatgan murch solib, qo'limiz bilan yaxshilab g'ijimlab aralashtirib olamiz. Xavotir olmanglar, qo'lim top-toza. Otning ichagi qalin va shilimshiq bo'lar ekan. Qo'lga yoqimsiz. Ortiqcha yog'larni olib tashlaymiz. Keyin yoqimsiz hidini ketkazish uchun tuz, soda, suv bilan yaxshilab yuvib olamiz. Chayvosh ham esimizdan chiqmasligi kerak. Cheni uzunligidan 2 ga bo'lib olamiz va uni bir tarafini boylab, ikkinchi tarafidan esa go'sht tiqishga tayyorlab qo'yamiz. 1 kilo 100 go'shtimizni ichiga tiqishni boshlaymiz. Yog' bilan aralashtirib. Orada o'g'lingizga iltimos qilsangiz, zubayska bilan teshib havolarni chiqarib berib turadi. Go'sht tiqqaningizda asosiy e'tibor beriladigan narsa bu zichiligi ekan. Agar zich qilmasangiz, kesganingizda qazingiz chochilib ketadi. Men o'zim ham buni YouTube'dan ko'rib o'rgandim. To'g'ri, oldin qazib pishirib ko'rganman, lekin tayyorini olib kelib noldan birinchi marta qilib ko'rdim. Menga bu qiyinchilik tug'dirmadi. Kastrilkani olib suv to'ldiramiz. Mo'rini yoqib gazga qo'yamiz. Qazini cho'ktirib, tuz sepib qo'yamiz. Qaynab chiqqan suvdan 2 so'z shef o'rgatgandek ko'pigini olamiz. Olov balandlik qilgani uchun pastroq tarafga olib qo'yamiz. Olada ertangi oshga savs so'rashgan ulgurdik. Qazi 2 soat qaynadi, suvni o'zi sovutamiz, shunda qazi kichrayib qolmaydi. Qazimiz tayyor bo'ldi. Endi uni chiroyli qilib kesib, stolga tortsak ham bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha.